Men bir amaliyotdan sizga aytib o'taman. Biz bir aptekaga shartnoma qilib berdik. Ular bizga iltimos qilishdi, talablarini aytishdi. Biz shunaqa shartnoma qilib berdikki, u apteka bir joyni ijaraga oladi, o'zi yonidan remont qiladi, reklamalarini osadi, ichiga mebellarini, obstanovkasini qiladi, hamma narsasini qilib beradi va muayyan muddatgacha, aytaylik 3 yilgacha. Agarda mana shu 3 yilning ichida joyni ijaraga bergan odam ijara shartnomasini bekor qiladigan bo'lsa, mana shu aptekachi tomonidan remont uchun, mebellar uchun, reklama uchun qilingan barcha xarajatlar, undan tashqari aptekani boshqa obyektga ko'chirish bilan bog'liq sarf xarajatlar, undan tashqari agarda mana shu apteka bu bir obyektdan ko'chib ikkinchi obyektga borib joylashguncha tabiiyki bir oy 2 oy vaqt o'tadi. Ana shu 2 oy ichida uni muayyan dorilarni suvga ichib bitadigan bo'lsa, uni ham pulni to'lab beradigan qilib biz mana shunaqa mustahkam shartnomalar yozib berganmiz.